Shunda nima bo'lyapti? Android telefonlar Google'da, iPhone'lar Google'da, kompyuterlar ham почти hammasi Google'dan poisk qilyapti. Google, Yandexda reklama berib, klient olmoqchi bo'lsangiz, qaysi qidiruv tizimida reklama yoqishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga batafsil jaydari tilda tushuntirib beraman. Bozordan kelib chiqasiz. Agar sizni klientingiz O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda reklama yoqmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, u holda siz Google'da reklama berishingiz kerak. Statistikaga ko'ra 2026-yilga kelib Google'dan poisk beradiganlarning foizi примерно 70% tashkil qilyapti. Yandexdan foydalanib, Yandex poisk qilayotganlarning foizi примерно 30% tashkil qilyapti. Demak, siz reklama yoqayotganingizda asosiy budjetni Google'ga ishlatishingiz kerak. Google'dan qoladigan bo'lsa, reklamni budjet ortiqcha qoladigan bo'lsa, unda уже Yandexda reklama yoqishingiz kerak. No, bitta nyuansi bor. Rossiyada urushdan qochib O'zbekistonga kelib yashayotgan, nima deydi, Rossiya fuqarolari, relokant, ya'ni gastarbayterlar, ular biz uchun gastarbayter bo'ladi. Agar ularga reklama yoqmoqchi bo'lsangiz, unda Yandexda reklama berganingiz ma'qul, chunki ular уже Yandexdan foydalanib o'rganib qolgan. O'zimiznikilar bo'lsa Googledan foydalanadi. Buni asosiy sababi Android telefonlarda по умолчанию Google turadi, chunki Android operatsion sistemani o'zi tegi Google'lik. iPhone'larning o'zini brauzeri bor, Safari degan. O'sha Safari brauzeri ham poisk qilganingizda Googledan poisk qiladi. iPhone'larning Safari brauzerida Google turishi uchun, shu poisk berganingizda Googledan poisk qilish uchun yiliga $20 milliard Google Apple'ga pul to'lar ekan. Kompyuterlarda ham hammamiz yaxshi ko'rib ishlatadigan Chrome brauzeri ham Google'da poisk qiladi, chunki uni o'zi Google ishlab chiqargan. Shunda nima bo'lyapti? Android telefonlar Google'da, iPhone'lar Google'da, kompyuterlar ham почти hammasi Google'dan poisk qilyapti. Demak, biz reklamamizni qayerda berishimiz kerak? Menda internet sotuv uchun faqat foydali kontent. Podpiska qilib qo'ying.